Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana onlayn soqqa kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi video darsligimizda internetda, ya'ni o'yin o'ynab pul ishlash mumkin bo'lgan ajoyib Nuti degan saytni sizlarga ko'rsatib va tavsiya etib o'tmoqchiman. Video rolikini ko'rishdan oldin har doimgidek kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va like va kommentariyalar ham yozib qoldiringlar do'stlar. Xo'sh, saytimiz nomi Nuti deb nomlanadi. Bu saytda aytib o'tganimdek o'yin o'ynab, ya'ni pul ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Sayt manzilini albatta video rolik ostida qoldiraman, ya'ni opisaniyada. Xohlovchilar bo'lsa bemalol ro'yxatdan o'tib pul ishlashimiz mumkin bo'ladi, ya'ni o'yin o'ynab. Xo'sh, saytga kirganimizdan keyin mana shunday tarzda oyna ochiladi. Bu yerda registratsiya degan tugmachaga bir marta bosamiz. Bu yerda login, parolimizni повторный kirgizib, bu yerda "Я согласный" degan tugmachaga galочка qo'ygan holda, ya'ni robot kapchasini teramiz va "Zaregistruitsiya" degan tugmachani bosib saytdan ro'yxatdan o'tamiz do'stlar. Xo'sh, men bu saytdan ro'yxatdan o'tganman. Ro'yxatdan o'tish unchalik qiyin emas, juda ham oddiy. Shunchaki e'tibor bilan video rolikni ko'rib, yo'lakchalarni to'ldirib chiqsalaring bas do'stlar. Hozir men o'z akkauntimga kirib olaman va qolganini o'z profilimga kirganimdan keyin sizlarga tushuntirishda davom etaman do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana men o'z profilimga tashrif buyurdim. Sizlar ham ro'yxatdan o'tganingizdan keyin xuddi shunday oyna ochiladi va bu yerda qiladigan eng birinchi ishimiz do'stlar hisobimizni to'ldirish bo'ladi. Ya'ni bu yerda Popamnet degan joyga kiramiz va mana shu yerdan biz Piastrix, Visa, Frikassa, Webmoney, FK Wallet degan kошелькlardan hisobimizni to'ldirishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda do'stlar, xolasangiz FK Wallet, xolasangiz Frikassa, xolasangiz Visa kartalaridan ham saytga pul olib kirsa bo'ladi. Saytga minimalniy summa Popamnetni 100 rublni tashkil etadi do'stlar. Xo'sh, bu yerda do'stlar sarmoyasi ham ishlash mumkin. Misol uchun bu yerda razdacha degan bo'limga o'tadigan bo'lsak, har kunlik bonuslaringizni olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ya'ni robot kapchasini teramiz. Polichit bossalaring mana men hozir bonus olgandim, ya'ni ajdaniya deyapti. 23 soat 55 minut 05 sekund deyapti. Ya'ni men har 24 soatda bonus olishim mumkin bo'ladi. Ya'ni sayt 100 rubldan to 1 rubl, 2 rubl, gohida 10 rubl bonus ham beradi do'stlar. Aksariyat 1 rubl, 2 rubl bonus beradi do'stlar. Xuddi shu tarzda har kunlik bonuslaringni olishlaring mumkin bo'ladi do'stlar. Bu yerda boshida sizlarda VKontakte ijtimoiy tarmoqlaringni uladigan joy chiqib turadi. O'shani saytga ulab qo'yasizlar va podpiska bosib qo'ysalaring, keyin bonus beradi do'stlar. Bo'lmasa bonus ola olmaysizlar. Xo'sh, bu yerda вывести bo'limi bor, ya'ni bu bo'lim pul chiqarish bo'limi. Bu yerda mana men 3 marta pul chiqarganman. Birinchisida 5000 rubl, ikkinchisida 5000 rubl, uchinchisida mana 2022 rubl chiqarganman do'stlar. Sayt 100% to'laydi. Mana vyuplachiona turibdi. Bu saytda juda ham normalniy pul ishlasa bo'ladi. Saytda minimalniy pul chiqarish 50 rubldan 15000 rublgacha maksimum do'stlar. Bu yerda Vibrity kошелек deyapti, ya'ni Payer bo'lsa Payer yoki Master Visa kartalariga ham chiqarsa bo'lar ekan. Tanlaysizlar, ukажите rekvizit deyapti, ya'ni o'sha rekvizitlaringni qo'yasizlar, hamyon kошелек nomerlaringni bu yerga summa kirgizasizlar, ya'ni minimalniy summa 50 rubldan maksimalniy 15000 rublgacha. Вывести bosib saytdan pulni chiqarishga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni saytda ruchnoy tarzda tushadi, ya'ni 24 soatda saytdan pullarimiz kelib tushadi do'stlar. Shunaqa. Xo'sh, keyingi bo'limma bu yerda служба поддержка, мой реферал, promokod. Eng asosiysi qanday qilib saytda o'yin o'ynashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana igrat degan bo'limga o'tamiz. Hisobimda hozir meni 1 rubl 31 kopek pul bor. Ya'ni misol uchun menshi больше bo'lim bor, ya'ni bu katta kichik bo'limi. Misol uchun bolshini bosadigan bo'lsam, xo'sh, internet ishlamadi hozir. Mana Vigral, ya'ni men 11 kopek pul yutdim, ya'ni 1 rubl qo'yib 11 kopek pul ishladim. 1 rublda usti, ya'ni 11 kopek bo'lar ekan. Misol uchun bu yerda xohlagan summangizni kirgizishingiz mumkin. 2 rubl, 10 rubl, 100 rubl hisobingizga qarab qo'yasizlar. Ya'ni bu yerda prosent, ya'ni xohlasangiz mana 95 dan 88 ga qo'yasizlar. Mana bolshi bosadigan bo'lsak, mana ko'ryapsizlar, 14 kopek pul yutdik. Xullas, xuddi shunday bolshi menshi o'yini do'stlar. Xo'sh, bunday qilib 44 ga qo'yib maksimum bosadigan bo'lsak, mana do'stlar, mana yutqazdim. Ko'ryapsizlar? Risk bor albatta saytda, ya'ni
har doim ham beradi degani emas. Mana hozir pulimni yutqazib qo'ydim. Ya'ni misol uchun 1 rubldan bu bonus pul edi. Kopeyka pulni yutqazib qo'ydik. Shuning uchun hushyor bo'lib, azartga berilmasdan normada pul ishlash kerak. Misol uchun hisobingizda 10 rubl pul bo'lsa, o'shani 15 rubl qilib chiqib ketish kerak do'stlar. Undan u yog'i azartga kiradi. 100 rubl pulingiz bo'lsa, buni 150 rubl qilib chiqib ketish kerak. Shunaqa do'stlar. Xudo xohlasa sizlarga bu saytga normal depozit qo'yib ham, ya'ni o'ynab ko'rsatib beraman. Bu shunchaki saytni tanishtiruv, ya'ni instruksiya do'stlar. Xudo xohlasa keyingi video roliklarda ko'rishguncha hammaga xayr deb qolaman do'stlar.